kompozitorlardan buladı. O yaşlılığından musika bilen şokullanan buladı. Onu ata-anası ona karşılık etmeydi. Mesela evvelki derslerimde şu nerseni aytıp ötkenmen. Köp kompozitorların ata-anası musika bilen şokullanışlarına karşı bolganlıkları sebeple nişetediler başka yönalışlara giderler. Lekin musika bilen berber şokullanarlar. Volkan, Leopold emas. Leopold onun atası boladı. O sarayda işleydi onun boladı. Musikaçı boladı. Argançı. O nafakat musikaçı, o kompozitor ham boladı. O kompozitor ham boladı. Ve Volkan'ın yaşlıktan musikaya kızıkkanını görgen atası o bilen şokullanıp başlaydı. Ona karşılık kılmaydı. Onun ata-anası mesela baladın musikaya kızıkkanlık sebebi ondan toxtamayın şokullanıp yürüydü onu boladı, dım çerçiydi onu boladı. Çünkü o 3 yaşından başlayıp musika bilen şokullanıp başlaydı. 3 yaşında eserlerini çalıp başlaydı. Azı sizlere azı kiçkine bir video bulup veremem. Videoda görese 5 yaşında Wolfgang'ın atası Wolfgang'ı bir saraya aparadı. Sarayda musikaçıların yanına koyadı. Musikaçılar şurada ona bir patak tavuş verediler. Mesela bir 3-4 tavuşunu verediler. Ve şu 3-4 tavuştan Mozart, Wolfgang kendi musika yaratadı. Hazır şunu göremiz. Üzerinize gerek yerlerini yazıp alıp durasılar. Şunu beyanlamam, şu an gözümle yazıp koyarım. Eksperimente oturuşuna kanala, o şu dereceye bağlılıkları yönetmenliğinde dersinde oyun olarak oturardı. Пожалуйста, перфидо. Köpünce etkisi ana bilen bu kanunları mutlaka gittikten kan ağalar ülkeler Yok, yaş vaktinde musikarlar köpünce bu ikisi bilen yürüyenler seferde. Bu arkalarını müziklensin etmeyenler, aytmağalı, aytıp ötürmeyen doğru. Bu özünün ailesine aytıp durdu zaten. Özünün ailesine. Yine İlbir'de nelerini gösterdik var, yanında. Yine birden etkisi bilen oturuptu, ekesi var, oldu, özü. Apasından resmen bilen duruptu. Lekin apasan seferlerde yürüyen vakti her şey bunlar Türkçesi yürüyen boladı. Seferden şu an gösterdiler. Kinasından kudu şu nerseni verelim. Fakat Türkçesini gösterdiler. Kinadan şu Türkçesini gösterdiler. Yine hazır mesela buradan kinadan fakat Türkçesini gösterdiler. Bir de hazır mühendislere gösterken vaktimde bunu üçsünü gösterdim. Ekesi, üzü, ekesi. Lekin apasan var yerde. Köpünce apası bulanı kütüp oturalım buladı. Hem bula seferde yürüyenler daima mehmanxanalarda yürüydüler. Bilesizler mi? Mehmanxanalarda hem şu pul meselesinde ekesi bulanı oyluydu ne mesela şu çift yürüyen vakta konsert koyadılar. Konsert koyandan taşkar eser yaratardı. Mesela Volkan'ın özü eser yaratardı. Bulanı hemmesini bilesizler mablah bilen bağımlıq boladı.
mablag' bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun pulni lekin yig'nab ham bilmaydilar. Yaxshi yashashlari uchun. Hech qanday bularda yangilik ham bo'lmaydi. Faqat sal yaxshiroq yashab biladilar. Rahmat. Bo'lgan yosh vaqtida juda ko'p kasal bo'ladi. Hozir bu kinodan bor, kasal bo'lgan yillar juda ko'p kasal bo'ladi. Uni hattoki o'ladigan chiqaradilar. O'ladi, ozgina o'ladi, endi yashamaydi bu. Cherkovdan anani deydi, ya'ni o'qiydigan chaqiringlar deydi. O'ladi bu endi. Lekin shuning Volganda shuning g'ayrat bir nima bo'ladi, ya'ni shijoat deb aytamiz. Bu o'zimda men deydi musiqa chalishim kerak, musiqa yaratishim kerak degan bilan yong'inda kasallik yengadi o'zini o'zi. Kasallik yengadidan yosh vaqtida necha tik bilan ham kasallangan bo'ladi. Ularni ham yengib o'tadi hammasini. Va lekin baribir oilali bo'lgandan keyin Konstansiya bilan turmush qurganlaridan keyin ularning hayoti sal qiyinroq kechadi. Sababi ularning oilasida xotin kasallanib qoladi. Bu xotinini kasallikdan chiqarish uchun uni davolagandan keyin doimo kurortlarda olib yurishi kerak bo'ladi. Kurortda olib yurish uchun ham buning uchun ham mablag' kerak bo'ladi. Bu vaqtlarda mablag' degan narsani topish qiyin bo'ladi. Agar ishlasang, faqatgina harakat qilsangina yanada yaxshi yerlarda. Saroylarda ishlamasang, oylik degan narsa u yerda oz bo'lgan. Mozart yaxshi yashashni yaxshi ko'rgan. U nafaqat musiqa yaratgan, nafaqat musiqa yozgan. U hattoki uyida, masalan, bu yerda bo'lganga tug'ilgan uy bor. Menda ko'rsatib qo'ydi, hozir ham bor, muzey bo'lib turibdi. Bundaylar o'zini buni ijro qilgan instrumenti hozir ham turibdi. Bu yerda ikkinchi qavatda shu yerda u tug'ilib o'sgan uyi hisoblanadi. O'limidan keyin Mozartni ko'plar aytadi, buni deydi zarlarlar deydi. Shuning gaplarini eshitgansizlar. Bu aniq isbotlangan narsa emas. Ko'plar aytadisa, masalan, bir har xil yerdan ma'lumotlarni ko'rsangizlar, uni yoshlikdagi bo'lgan kasalliklari va keyinchalik esa qiyin hayoti uni shu darajagacha olib kelgan deb aytadilar. Ya'ni u oxirida kasallanib qoladi-ku, ana shu kasallanib qolganda u o'ylamaydi o'lamanlar. U yana shu o'zini yengaman deb o'ylaydi, lekin bu kasallik uni olib ketadi. Sababi buni yaratayotgan oxirdagi asari nomadi Requiem asari. Buni hattoki kim buyurganini ham bilmaydi, bilasizlarmi? Eshitganmisizlar? Ana, demak, qora kiyimda kelgan bir inson uni shu asarni yaratishni aytadi. Lekin u o'lgandan keyin uni ustida ko'p gap bo'ladi, ya'ni uni xotinini sotaverjak bo'ladilar. Shu yerlarni o'qiganmizda, uni xotinini sotaverjak bo'ladilar, chunki asar tugallanmagan bo'ladi. Ya'ni Wolfgang uni pulini olgan bo'ladi, bu asarni yaratgan bo'ladi-ku, tamomlagan bo'ladi. Lekin o'layotgan vaqtida yana bu yerda rasmda ko'rsatib turibdi, buni yonida shogirdlarini, do'stlarini chaqiradi va shu asarni qo'lidan hammasini beradidan shu yerda asarni ijro qilishni so'raydi. Shu yerda asarni ijro qilib turgan vaqtida u o'zini yo'qotib qo'yadigan, endi bizning tilimizda aytgan vaqtda komaga tushib qoladi. Shu vaqtda komaga tushganda u o'zini aytmaydi. Lekin yaratayotgan asarini ijrosini ozgina bo'lsa eshitadi shu yerda. Va uni shogirdi asarni tamom qiladi. Qani savol o'qiymiz. Uning birinchi o'qituvchisi kim dedi? Otasimi? To'g'ri. Mana birinchi o'qituvchisi ota-onasi bo'lgan, otasi shu Wolfgang
Volkan'ın atası Leopold Tuvan o'qituvchi bo'lgan, musiqa o'qituvchisi bo'lgan. Tuvan shu saroyda ishlagan. Uni qiziqishini ko'rgan holda uni birinchi o'qituvchilik etib, ilm berib boshlagan. O'zi qaranglar, Leopold o'zi organchi, skripkachi bo'lgan. Ve uni bolasam shu asboblarni chalgan. Lekin keyinchalik Wolfgangdan organchi deb aytar edilar. Lekin keyinchalik uni davrida fortepiano asbobimiz paydo bo'ldi. Bilasizlar, avval yo'q edi. Avval klavesин, klaviakorlar bo'lgan axir. Ana keyin Mozartning davrida shu katta bo'lgan vaqtida fortepiano paydo bo'lgandan keyin u fortepianoga mo'ljallab asarlarni yaratib boshlaydi. Mozart qachon va qayerda tug'ildi? 1756 yil Zalsburgda tug'ilgan. Zalsburgda tug'ilgan. Mozartning qanday asarlarini bilasiz? Birinchi asari bilaman. Birinchi nima? Simfoniyasi. Novlar yaratgan, qanday asarlar yaratgan? Simfoniya demak, simfoniyasini bilasan, simfoniyalarni yaratgan. Hozir men nima haqida gaplardim? Konsertlari, xo'p, yana. Mana, demak bu san'atlari bor. Kvartet. Mana shuning asarlari. Mozartni vokal qo'shgan qissasini bilasizlarmi? Vokal qo'shiqlaridan ham bor. Vokal qo'shiqlari ham bor. Yine qaranglar. Yine orkestrda Turetskiy marsh. O'zi bir odam turadidan savol o'qiydi. Keyin javob ber. Kim javob beradigan bo'lsa, darrov o'rnidan turib javob berishi kerak. Agar javob berib turadigan bo'lsa, keyindagi odam berib javob beramiz. Bo'ladimi? Qani bo'ladi. Wolfgang Amadeus Mozart 1756 yanvarda Avstriyaning kichik bir shaharchasi Zalsburgda Leopold Mozart oilasida dunyoga keladi. Leopold Mozart uning otasi hisoblanib, u mashhur organcha kompozitor hisoblanadi, saroy kompozitori bo'ladi. Mozartning musiqaga bo'lgan qiziqishi 3 yoshidan boshlab sezila boshlaydi. Otasi uni bu qobiliyatini sezib, bu bilan jiddiy shug'ullanadi. 6 yoshiga yetganda Mozart klavesinda yaxshi chala oladigan darajaga erishadi va kichik hajmdagi pyesalarni yoza boshlaydi. 8 yoshida u opasi Anna bilan Versal saroyida konsert uyushtiradi. Mozartning o'ziga xos jihatlaridan birisi u eshitgan narsasini chala oladi va chalgan paytida har xil bezaklar bilan kuyni o'zgartirish ham mumkin bo'ladi. Mozart otasi unga kompozitor sirlaridan o'rgatib boradi. Natijada Mozartning 8 yoshida birinchi kitobi Parijda bosilib chiqadi. 12 yoshida o'zining birinchi operasini yaratadi. Bundan tashqari Mozart boshqa fanlar bilan qiziqib, chet tillari, tarix, geografiya, astronomiya, arifmetika kabi fanlarni o'zlashtirib boradi. Italiyaga qilgan safari Mozartning hayotida o'chmas iz qoldiradi. Chunki Italiyaning go'zal manzaralari, uni arxitekturasi Mozartda ilhomlantirib, har xil asarlarni yozadi. Masalan, Severli fleyta, Figaroning uylanishi kabi asarlarni yaratadi, operalarini. Severli fleytani qancha yaratgan? Italiyada Padrini Martindan kompozitor sirlaridan o'rganib boradi. 14 yoshida Bologna akademiyasining faxriy a'zosi bo'ladi. Yosh bo'lishini qarang, uni shu a'zolar. Mozart qanchalik iste'dodli bo'lmasin, baribir aristokratlar va oddiy bir ijodkor, qiziqchi sifatida qaraladi. Past baholanadi. İşleri, resimlerinde, katta qilib ko'rsatganimda bu ailasidan ijro qilib o'tirib, tayyorgarlik ko'rib o'tirganini, bu umrini oxirida shu rekviyemni ayttirib,
Şu yerda komağı tushib qolgan tayinli bo'ladi. Yani bir narsa eshitganim, shu rekviem eserini başka bir şagirdi özünün nomi bilan chiqaradi. Özünü özleştirib. Aytadi. Shuningdek. Endi qaranglar, deydi men hozir aytaylik sizlarga, uni xotinini sotib beradilar, ya'ni natish uchun pulini qaytarib olish uchun so'raydi. Lekin u bir chetda Mozartni o'zi yakunladi deganini qilib, masalan, iltimos qiladi shogirdini, shogirdi shu asarni uni yakunlab beradi. Keyin u asarni topshiradi. Bu asarni o'zi nima uchun berilgan bo'ladi? Yo'q, Mozart uchun ishlatilgan bo'lmaydi. Uni keyin odam Mozart o'lgandan keyin aytadilar kim ekanligini, u o'zini bu asarni buyurganligi sababi, chunki uni xotini kasal bo'ladi, bu kasal xotin o'ladi, shu xotini uchun uni motam kuyi qilib yaratib berishini so'raydi. Uzun bog'inda Toza Cherkov ko'rgan, xotini bilgan. Ana shu xotini hidasini tushunish uchun u shu asarni yaratgan. Lekin Mozartning yuzida что arka dunyoda odam kelib uni izimda kelgan. Sizlar eshitgan bo'lsa, bu 9 qismdan iborat qiyin asar. Shu yerda arka dunyo o'tishi, keyin jiza, как deydilar, do'zax, jannat degan yer o'tishini, odamni yoshi eng qiyin, lakrimoza yoshi degani, prям odamlar kulgan ekanda vaqtda prям yig'lab turibdilar shu yerda. Undan keyin yana shunga muammali savollar bordi, damla uzr, bugun sizda binar ma'ruza, o'sha uchun 2 spetsialist qatnashishi mumkin sizning darsingizni. Ana hozir sizda 3 spetsialist birga o'tiribdi. Sizlar so'radingizlar, Shahnoza shunga savol berdi. Bularning oilasida 7 farzand edi-ku, nechun faqat 2 farzand uchun gap yozib turibdi hamma adabiyotlarda. Bu haqiqat to'g'ri. Uni otasi, onasi 7 farzandli ona edi, lekin bularni bilasizlar, shu vaqtda har xil kasallik bo'lgan vaqtida va kasalni yo'q edi, davosi yo'q edi. Bularni 5 farzandi qaytib bo'lgan. Shu 7 farzandida 2 farzand unda qolgani uchun ular hamma kuchli faqat shu 2 farzandi qoldi. Keyin Salieriga kelganda, sizlar bilasizlar, bu o'qituvchi deb hisoblanadi. Mozartni maslahat berib turibman. Salieri va Mozart shunga adabiyoti bor, chiqinlar. Shu ajoyib adabiyotlardan biri. Shuni hamma yerda yozilgan, hozir ham bu muammali savol bo'lib turibdi. Qani Mozartni Salieri o'ldirganmi ekan yoki Mozart o'zi qaytish bo'lganmi ekan deb. Lekin shu kitoblardan yozib turibdi. Shu Mozart shu buyuk ustozidan o'tgani uchun bu Gutarniy xonimda uni rtutni oston o'qatga qo'shgan ekan, har bir safar o'qatlaganda qo'shgan ekan. Shuni kichik dozasi sirazi odamni o'ldirmaydi-da, oston o'ldiradi. Keyin ana shuni masalani diklash uchun ko'plar uni o'li bog'asini topib, uni ochib yurajak edilar. Haqiqat shunga bo'ldimi, yo'qmi, lekin o'li bog'asini topmadilar. U kuni duolan bo'lgan, yomg'ir bo'lgan, odamlar yig'laganlar, shu duolanda qo'rqqanda ko'plar ketgan. Xotini yomon bo'lib ketib yiqilganlar va shuni Mozartni 2-3 odam oparganlar. Divanlarni o'labog'ada tashaganlar. Tashaganlar. Hech kim bilmaydi, nedan o'labog'asini o'ynayotganini bilmaydi. Undan keyin Salieri og'irda o'zining hayotida yomon bo'lib ketadi, jillifanada qolib ketadi. Shuni yomon bo'lib ketgan vaqtida men uni o'ldirdim deydi, ana meni keldi, meni deyman deb qichqiradi. Lekin o'zina kelgan vaqtida men shu ishni aytmadim deb aytadi. O'shaning uchun hozir ham bu muammali savol bo'lib turibdi. Haqiqat Salieri o'ldirdimi ekan Mozartni yo'q, Mozart o'zining hayoti bilan o'zi yetgan, o'zini sog'ligiga qaramadi. Bu buyuk inson. Necha kitoblarni o'qisangiz kelmaydi. O'shaning uchun o'qinglar, izlanglar. Damla aytgandek, sizlar hozir damla 20% ma'lumotni bergan bo'lsa, uni hali necha foizi bor. Bir darsni uni kamrasa bo'lmaydi. Shu inson uchun bir 10 dars ham kam deb o'ylayman. Eng birinchi konsert qayerlarda berilgan? Xo'p, kim javob beradi? Jim. Shahnoza. Pushkin Mozart haqida qanday asar yozadi? Kim javob beradi? Pushkin Mozart haqida qanday asar yozadi? O'zi javob beradi. Hozirdan aytib o'tadi.
dikkatli olmak. Lekin doğru, ne Pushkin'niki ekanligiga aytib o'tilmadi, lekin Mozart va Salieri'ni o'qinglarda aytadilar, ana shu asar bor edi. Mozart qaysi davr kompozitori? Klasik. Mozart nechadan olti asar yozgan? 806. Yaxshi, darsimizni yakunlaymiz. Mana savollaringizni ham yozib berishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyingi darsimizda bu darsimizni davom qilib turib, keyingi kompozitor bilan tanishamiz. Xayr.